Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan qadrli obunachilar. Keyingi manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovonga bo'ldi. O'zgacha taroq fason darvozamizni olib kelib, ustonovkasini tugatdik. Aka, Xudo xolasa xizmatimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Xudo xolasa ko'nglimiz to'lgancha sizlar chaqirdik. Xizmatlaringiz yoqdi, hamma yo'q joy-joyda. Eng muhimi aytilgan muddatidan erta bo'ldi. Aka, bergan pulingizga rozi bo'ling, qilgan mehnatimga roziman. Rozi bo'lsangiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 24/7 aloqaga chiqinglar. O'zbekiston Liboy tochkasiga narxi va sifati o'zgarmagan holatda olib borib o'rnatamiz. Darvozamiz materialiga kiradigan bo'lsak, yoni pastlari ikkita stoykasi 10 yon brus profil, 2x stena. Pastdagi shivlerlar ham butun bo'lgan, uloq ishlatilmaydi. Pastiga shivler, tepasiga 10/5 profil qo'yib berilgan. Ichidagi karkaslar 6/4 brus 8 stena. Listlari 2lik stena bo'lgan, nerjavikalarni ham o'zgacha uslubda qo'yib berganmiz. O'zlaringiz bir ko'rib bahosini berishlaringiz mumkin. Ishimiz egalariga yoqdi. Sizga ham yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada like oluvchi qoldirishni esdan chiqmasin.